Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar, hürmetli qarindoshlar, hürmetli hemşeriler. Allah subhanahu ve taala hammanglarning mush vaqtimizni xayrli qilsin. Allah subhanahu ve taala shu atdiganda o'qilgan Qur'oni Karim tilovatini qabul qilsin. Allah subhanahu ve taala har birimizdagi qiyinchilik, siqinti, har qanday ishlar bo'lsa, Allah shu Qur'oni Karimning vasilasi bilan Allah bizni ko'tarib olsin. Biz inson bo'lganligimiz uchun kelgusidan ansiraydigan ishlar ko'p bo'ladi. Yoki farzandlarimizningki kelgusidan ansiraymiz. Bolalarimiz nim bo'lib ketar, bizning keyin qasqanda bo'lar yoki kelgusida mushundaq jamiyatlarda yashab ketsa, bolalarimizning oqibati qanday bo'lar yoki salomatlik tarafdan yoki qilayotgan xizmat, tijorat bu taraf ishlarimiz qanday bo'lib ketar deb shundan bak ansirab ketadi inson. Buning hammasi vahm, ya'ni bir xiyol. Ba'zi tadqiqotchilarning tadqiq qilishicha, insonningki 101 do deb ansirab bearam bo'lgan narsaning %93% yuz bermaydi. Hamda Allah subhanahu ve taolaga ishonadigan, Alloh tavakkul qiladigan, Alloh tayinadigan, hamma ishini Alloh topshiradigan mu'min bu nimadan ansiraydi? Allah subhanahu ve taolo G'afir surasida aytadi: "Va upawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad." Men ishimni Allohga topshirman, haqiqatan Allah subhanahu ve taolo bandalarni ko'rib turguchi. Unda bo'lgandiki mu'min o'zininki mayli hozirgi kelgusidagi barliq ishlarda Allohga tavakkul qiladi ekan, mayli kelgusidan bo'lsin, hech bir ishdan ansirashninki hojati bo'lmaydi. Va kafa billahi vakilat. Haqiqatan Allah subhanahu va taolo nima degan yaxshi vakil. Alloh ham ishlar o'z igi bo'g'ichi. Unda bo'lgandiki biz o'tib ketgan ishlarimizga g'am qilmaymiz, qayg'urmaymiz. Hozirgi ishlarimizdan g'am qilmaymiz, kelgusidagi ishlarimizdan bearam bo'lmaymiz. Chunki bu o'tgan ish o'tdi. Har qancha buning qayg'ursaqmi, uni qaytib kelmaydi. Hozirgi yashayotgan ishimizdan g'am qilib ketmaymiz. Chunki biz Allohning rasuli rozi bo'ladigan shaklda yashaydi ekanmiz, bundan g'am qilish kerak bo'lmaydi. Shundaqla kelgusidimi qanday bo'lib ketadi deb tashvishlanishning bir hojati yo'q. Allah'ın Resulü ko'rsatgan amal, ibadet, qiladigan vazifa, dini, dunyolik ishlarini to'g'ri shaklda elib borar ekan, kelgusidan ansirab ketishdan hojati bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadisida aytgan: "Men asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quvvati yawmihi fa ka'annama huyizat lahu ad-dunya." Sizlardan biringlar tini salomat, uning yinida shu kunlik o'zininki yemak, ichmak, turmush ahvollari hozir bo'lgan holatda tong atqizsa, bu odam uchun dunyo namusi jug'langan bo'ldi. Yani bir adamın salomatligi yaxshi bo'ladi ekan, kundalik turmushi normal, xotirjam o'tadi ekan, buningdan cho'ng bir ne'mat bo'lmaydi. Shunga yashayotgan kuningni Allohning rasuli rozi bo'ladigan shaklda o'tkazgan, ata yoki kelgusida qanday bo'ladi deb uningdan bek bir g'am qilib ketmagan. Chunki g'aybni bilguchi Alloh bu ati nima bo'lganligini kesin Alloh o'zi biladi. Foydalanadigan bir dars nima desam, o'tgan zamondagi ishlarni bak ko'z oldimizga keltirib, uningga bir dod faryod chekib ketishning o'rni yo'q. Şu işlerden bir paydalansak buludu. Men burun maaşını ketkizip koyup dikenmen, vaktimni maaşıqı zaya qılıp dikenmen, manın qadrini bilmep dikenmen, bunun dinken bunu qadirlay, vaktimni bika ötkizme deb, bundan faydalansak buludu. Ötken iş ötdi. Meyli o tecrübeleri olsun, eninki dert xapalıkları olsun, hatalıkları olsun, ötep ketdi. Onda oğandikin bu toğurda tolu fikir qılıp insan özüne buna bilan meşgul qılmaslık gerek. Yani mesela vay kaşki men falan vaqtida manda qilgan bo'lsam bo'pti ekan, yoki yurtda vaqtida manda ishlarni qilib olsam bo'pti ekan, ya manda so'zlarni davosam bo'pti ekan, falan menga bek zulm qilib ketgan, uningga manda davosam bo'pti ekan deb bundaq deyishning hech qanday bir hojati yo'q. Balki qaddaralloh va ma sha'a fa'al. Har qanday ish bo'lsa Allohning taqdiri bilan bo'ldi, Alloh xohlagan ish bo'ldi. Agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ma ish bo'ladi ekan, Alloh menga taqdir qilmabdi deb ishni to'g'ri tushunish kerak. Nurg'un kishilar va o'tgan zamondagi o'tib ketgan ishlarga yig'lab, voy esitman anda qilib olsam bo'pti ekan, vatanda manda qilsam bo'pti ekan, yoki hamda ota-onamning xizmatini yaxshi qilolmabdi ekanman, yoki amal ibodatlarni yaxshi qilolmabdi ekanman, nurg'un vaqtlarimni o'yin tomosha, aysh ishrat, bekorchilik bilan o'tkazib o'tibdi ekanman deb qo'ldan ketkizib qo'ygan fursatlarga bearam bo'ladi. U o'tgan zamonda yuz bergan xatoliklarga qayg'urdi va inondan bir tajriba savoq elishni istamaydi. Bu bir xatolik. Bu insonga ish qilish, oromsizlikni ziyoda qiladi. Buning hech nimaga foydasi bo'lmaydi insonga.
Unda bo'lgandan keyin zamonga qarab kerak va o'tib ketgan dard, xafalik bu narsalarni so'rab kelmay, buni shu payda yeb bitish kerak. Biz o'tgan hayotimizdagi mayli vatanda bo'lsin yoki dunyoning har qanday yerda bo'lsin, masalan 2026-yildan burungi butun hayotimizdan buningdan dars olsak bo'ladi. Buningdan bizga kelgusidagi yo'limizni to'g'rilab beradigan tajriba savoqlar bo'lsa, buni yakunlasak bo'ladi. Ammo voy isit ana anda qilmabdi ekanman, mana manda qilmabdi ekanman deb afsuslanib, qayg'urib, pushaymon qilsak, buning bizga hech bir foydasi bo'lmaydi. Nimaga foydasi bo'ldi desa, ko'nglimizni rohatsiz qildi. O'zimizningki beka ishimizni chiqimiz, o'zimizni rohatsiz qilamiz. Shunga o'tgan zaman o'tdi. Har nima bo'lsa bo'ldi. Hamma ish Allohning taqdiri bilan bo'ldi. Buningga biz voysaqmi va buningga hasrat cheksakmi, unuq kelmaydi. Chunki tunugun juma kuni o'tdi. Bu tunugungi kun hamda qiyomatgacha kelmaydi, o'tib bo'ldi. Biz tunugunga afsuslanmasdan bugunni qanday o'tkazimiz, atiga qanday tayyorlik qilamiz. Shu to'g'rida o'zimizning yo'limizni to'g'rilasak, bu eng to'g'ri qarash bo'ladi. Bizga har qanday bir ish yuz berib qolsa, buningdan to'g'ri qarashda bo'lish, shumpal olmaslik ko'p vaqtlarda. Ya'ni nurg'un insonlar bor, har qanday bir ish yuz berib qolsa yoki har qanday bir odamga qarasa, buningga bir shumpal elish nazari bilan qaraydi. Bir odamning qisi bu qanday odamdir yoki yangidan bir yerdan kelibdi deb qolsa, bu shpionmidi, josusmidi, nima uchun kelgandi, nima ish qilgandi deb boshqa bir taraflarga ketib qoladigan. Yoki bir ish yuz berib qolsa, bu ish hamda qanday bo'lib ketadi? Bizning ishimiz bunun qaraganda qanday bo'lar deydigan ishninki yaxshilik tarafini o'ylamay, yomonlik tarafini o'ylaydigan ishlar ko'p bo'lib ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday qilib shumpal elishdan chekdigan. Imkon qadar ishninki yomon tarafini ko'p o'ylamaslik kerak. Mu'min doim xushpal elish kerak, ya'ni ishning yaxshi tarafini o'ylash kerak. O'zininki nazar doirasini, qarashini parlaq, nurliq tarafga qilish kerak. Masalan, qattiqchilik, qiyinchilik, musibat yetgan vaqtida buningga ijobiy shaklda yuzlanish kerak. Salbiy shaklda bu qiyinchilik, mushaqqat ma'nolam yetam deganda, nega bo'lsam men bu qiyinchilikdan qutlanmadim, men nima ish qilgan bo'g'itdim, Allohning oldida mening nima jinoyatim bo'g'itdi deydigan mandaq so'zlarni qilmasdan, balkim qiyinchilik, musibat yuzlashgan vaqtida, balkim Alloh subhanahu va taolo bu orqali mening xatoliklarimni afu qilishni iroda qilgan o'xshaydi, yaxshiligimni ziyoda qilishni iroda qilgan o'xshaydi, darajamni ustun qilishni iroda qilgan o'xshaydi, buningga sabr qilsam deb, buningga ijobiy shaklda yuzlanish kerak. Ya'ni insonga yetgan har qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqat buning sababidan bu insonningki xatoliklari afu qilinadi, yaxshiligi ziyoda qilinadi. Agar sabr qilsa, buning darajalari, martabalari ustun bo'ladi. Shuni bir esimiz tutish kerakki, bizga yetgan har qanday qiyinchilik, yoqtirmaydigan ishlar Alloh subhanahu va taolaning shu bandaga bir yaxshilikni iroda qilganligininki isboti, dalili hisoblanadi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Man yuridullohu bihi khayran yusib minhu." Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni iroda qiladi ekan, bu odamni balo musibatlar bilan sinaydi, imtihon qiladi. Nima uchun? Bu kishiga savob berish uchun, bu kishini gunohdan poklash uchun. Ya'ni Allohdan kelgan sinoqlarga sabr qilgan vaqtida insonningki xatoliklari afu qilinadi, buningga ajr savob ziyoda qilinadi. İbn Hajar rahimahullah mushu hadisni va inondan burunqi hadislarni sharhlab aytadi. Bu hadislarda har bir mu'min uchun katta bisharat bor. Chunki odam bo'ladi ekan, buningdan ko'pincha vaqtlarda kasallik bo'lsin yoki g'am, qayg'u, xafalik, ko'ngilning siqilishi, bunday ishlar doim bo'ladi, bu insondan ajrmaydi. Kasalliklar bo'ladi, ojlik bo'ladi, badaniga dard, xafaliklar yetadi yoki ma'naviy tarafdan qalbi azoblanadi. Buning hammasi insondan yuz bergan gunoh, ma'siyatga kafarat bo'ladi. Musulmonga yetgan narsaniki hammasi yaxshilik, qachoniki uningga sabr qilsa va buningga dod faryod ko'tarib, uningga bearam bo'lib, Alloh tavba qilmaylam, faqat sabr qilsa har qanday narsa yaxshilik bo'ladi. Shuna Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minning ishininki yaxshilik yo'liga ekanligidan ajablanganligini izhor qilib, hadisda shunday aytadi: "Mu'minning ishi nayt ajablanarlik, hayron qolarlik ish. Haqiqatan mu'minning ishining hammasi inon uchun yaxshidir. Bu faqat mu'minga xos bo'ladi, inondan boshqa insonlar buningga erishamaydi. Agar mu'minga biror xursandlik yetsa, shukr etadi, buning bilan ajr savobga erishadi. Bu yaxshilik bo'ladi mu'minga. Agar uningga biror g'am, xafalik, ziyon
imkon yetib qolsa, sabr qiladi, bumi uning uchun yaxshilik bo'ladi. Mu'min yaxshilikqa erishsa, shukr qilganning ajriga erishadi, shukr qilgan vaqtida, xafalik, bala musibatga duch kelgan vaqtida buning sabr qilsa, buning ham ajriga erishadi. Shunga mu'minninki ishlari qachoniki Qur'on hadis ko'rsatmasining ichida bo'ladi ekan, buning hamma ishi yaxshilik bo'ladi. O'tag'inimi yaxshilik, qo'pqinimi yaxshilik, mang'inimi, yeginimi, ichkinimi niyati to'g'ri bo'ladi ekan, buning hammasi yaxshilik. Ya'ni men Allohning bandalariga yaxshilik qilaman yoki Allohning menga buyurgan ibodatlarni ado qilaman deb mang'di ekan, yaxshilik. Men namozni kutib o'tirayotiman yoki bir Qur'on tilovat tinglash uchun o'tirayotiman deydigan, o'tag'inimi yaxshilik. Men badanimni kuchlantirib Allohga ibodatni yaxshi qilaman deb yemak ichmak yeydigan, bu bir yaxshilik yeziladi. Agar men kech qopab, tahajjud o'qib, Allohning kalomini o'qib, Allohning rahmatiga erishman degan maqsadda burun uxlaydi ekan, uxlag'inimi yaxshilik bo'ladi. Shunga mu'minning ishi har vaqt yaxshilik tarafga bo'ladi, qachoniki uningki niyati to'g'ri bo'lsa. Shunga mu'min har vaqt bir ish yuz berib qolsa, buningdan ijobiy tarafdan ko'zlash kerak. Ya'ni yaxshilikni tushunish kerak. Har qanday bir qiyinchilikni ko'rib qolsa, bu fursatgan cho'qim buningdan keyin bir qiyinchilikdan keyin menga yaxshilik keldi ekan deb, uning yaxshi tarafini o'ylash kerak. Jamiyatda nurg'un kishilar bor, ularga bir ish qilish taklif qilinsa, mayli tijorat bo'lsin yoki boshqa da'vat ishlari bo'lsin yoki ilmiy xizmatlar bo'lsin, insonlar bu takliflar berilgan vaqtida darhol ularning kallasiga nima keladi desa, mush ishni mayli tijorat qilib bo'g'ichi nurg'un qiyinchilik, jafo mushaqqatning bo'ladiganligi, da'vat yo'llaridami nurg'un qiyinchilik, mushkulotlarning bo'ladiganligi degandek nurg'un ishlar kallasiga kelib bo'ladi. Ishni boshlashdan burun bu odamning mang'isiga bu yo'ldagi jafo mushaqqat, qiyinchilik, mushkulotlar kelib bo'ladi. Agar bu ishdan bir yaxshilik tarafini o'ylab, avvalan bir boshlab boqay, inshaalloh Alloh tijoratimni xayrli qilar yoki men Alloh uchun da'vat qilibman, Alloh subhanahu va taolo menga qiyinchiliklarni bir oson yoki men bir ilmiy xizmat qilibman, mushu xizmatlarim sababidan Alloh subhanahu va taolo mening xatoliklarimni afv qilg'ay, ota-onamning xatoliklarini afv qilg'ay degandek bir yaxshilik tarafini o'ylab qolsa, bu ishni davomlashtirishga u odamni bir rag'batlantirish bo'ladi. Ishni boshlab bo'lib, tadrijiy uchirgan jafo mushaqqat, qiyinchiliklarni hal qilish qiyinga to'xtamaydi. Shunga har vaqt biz salbiy ishlarni ijobiy tarafga o'rishga tirishganligimiz kerak. Mumkin qadar imkoniyat yetgancha har qanday bir salbiyat, ya'ni bizga qiyin tuyulgan ishni biz bir ijobiy, yaxshilik, osonlik tarafga o'rishga tirishganlik qilish kerak. Masalan, bir ishda o'ngsizlikka uchirgan vaqtida uningdan qanday qilganda qozong'il bo'ldi deb dars qilib foydalanish kerak. Bir ishda mag'lub bo'lgan vaqtida o'rnimizdan dast turib, yana bir g'alaba qildigan ishga yuzlanish kerak. Bu tarixda o'tgan qanday zamonda bo'lsin, har qanday makonda bo'lsin, katta kishilarning, utuq qozong'uvchilarningki sifatlari, ularningki birdan bir shuari nima desa, ba'zi ziyonlik ish yuz beradi, bu foydali bo'ladi. Ba'zi jafo mushaqqatlarda uning bir yaxshilik bo'ladi. Oliy himmat egisi, cho'ng ishlarni qilamiz deb maqsad qilgan kishilar bu yo'lda uchirgan oddiy qiyinchilik, jafo, mushaqqat buningga taslim bo'lmaydi. Balki bunda qiyinchilik uchirgan vaqtida bu yerda beshini tutib, Alloh tavba qilib yig'lab o'tirib ketmaydi. Balki bunda qiyinchiliklarning ostidan dast turib, bu muhitni o'zgartirish uchun o'zida va varlik imkoniyatlardan foydalanib, buni tuzaltishga, buni qozonishga yuzlanadi. Buning misollaridan Shayxulislam Ibn Taymiyya bu kishi hamda Hijriyaning 8-asrlarda yashagan, nurg'un qiyinchilik, jafo, mushaqqat bismlarga duch kelgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh shu o'z davrida ko'pincha mana shu aqida tarafda sherik bo'lgan tasavvuflar bo'lsin, shu firqalarga qarshi kitoblarni yozib, tavhid to'g'risida nurg'un masalalarni yo'l qo'ygan. Shunga bu kishi qarshi turganlar shu davrdagi hokimiyatga chiqishtirib, turmaga so'lat qizib etgan. Shu vaqtida Ibn Taymiyya rahimahulloh deydi, mening dushmanlarim menga nima qilyapti? Mening jannatim, bog' bo'stonim mening qalbimda. Men nega vasam, mening qalbimdagi bog' bo'stonim men bilan birga mendan ayrilmaydi. Mening turma deyishim xilvat, ya'ni xoli joyda turish. Agar mening o'ltirilishim shahodat, Alloh yo'lida shahidlik, o'zimning yurtidan qo'g'lab chiqarilishim bu men uchun bir sayohat. Ibn Taymiyya rahimahulloh shu turmada yetib turib, nurg'un kitoblarni yozib chiqargan. Yozuvchilardan biri aytadi, bir natijani kesib qilish bu insonning hayotidagi eng muhim narsa emas. Ya'ni har qanday odatdagi bir inson buni qilish qodir bo'la oladi. Lekin bu yerda muhim bo'lgan shay nima desa, ziyonni foydaga o'rish. Buningga aql, farosat, mahorat, tajriba, hikmat ketadi.
g'am qayg'uni jalb qiladigan fikrlarni qilish, doim g'am qiladigan, qayg'uradigan, ansiraydigan mundaq fikrlarni qilish insonninki irodasini ojizlashtirib qo'ydi. Qalbiga g'am qayg'u kirib oladi. Musibat, jafo, mushaqqat, qiyinchilik bu odamning butun hujayralariga singib kirib ketadi va dushman har tarafdan bu odamga hujum qiladi. Inson har vaqt g'am qayg'udan o'zining fikr xayolini yiroq qilish kerak. Chunki biz yuqorida so'zlab o'tdik, va ufawwidu amri ilalloh. Biz ishlarimizni Allohga topshirdik ekanmiz. Cho'qim har qanday ish bo'lsa Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Shunga ortiqcha g'am qayg'u qilish insonninki mayli moddiy, ma'naviy tarafdan salomatligiga ziyonli bo'ladi. Biz her vaqt ishlarda yaxshilikni o'ylashimiz kerak. Bir ish bo'lib qolsa-mo, cho'qim Alloh subhanahu va taolaning bundan bir hikmati va bu undan men bir yaxshilik bordi deb bundan yaxshilik o'ylash kerak. Biz bu to'g'rida yuqorqi darsimizda so'zlab o'tdik. Imkon qadar o'tib ketgan ishlarga ko'p qayg'urmasligimiz, bugunimizni Allohning rasuli rozi bo'ladigan to'g'ri shaklda o'tkazishimiz va atiga kelgusi tarafdan g'am qilmay, men ishlarimni Allohga topshirdim. Alloh subhanahu va taolo ama ishlarni qanday taqdir qilgan bo'lsa, bu ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi deb shu bo'yicha harakat qilsak, inshaalloh dunyodami tenimiz salomat, ko'nglimiz xotirjam, baxt saodat ichida yashaymiz. Oxiratdami Allohningki rahmatiga erishalaymiz. Shunga o'tgan ishlarga ko'p g'am qilib, o'zimizni qayg'urtib, ko'nglimizni zida qilib, necha yillar burun o'tib ketgan xafaliq yoki kishilar bilan bo'lgan gap so'z yoki boshqalarning yetgan aziyatlarni to'la o'ylab, ajab bu vaqtida manda qilsam bo'pti ekan, anda desam bo'pti ekan, ajab bo'zak bo'lib ketibdi ekanman deb buni o'ylab kelsak, bo'libmi chet elchilik, musofirchilik hayotda insonning zehni chichilib, yuragiga bo'lgan ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Şuna o'tgan o'tdi, biz o'tgandan faqat dars olamiz. Nima uchun mush ishlar bo'lgan? Men kelgusida meni qilmasligim kerak ekan. Ma ishga mandara qadam tashlashim kerak ekan deb o'tgan zamonda bo'lgan ishlardan tajriba saboqlarni yakunlab, kelgusiga to'g'ri qadamda ilgirlasak, inshaalloh ishlarimiz parlaq, ishlarimizning oqibati yaxshi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo hammalarni o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan amallarga muyassar qilsin.